Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçlər. Bu qıtımlıq həftəlik istiqlal xəbərləri proqramımızga gəlgənlərni qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqun. Xitay 3 Uyghur mücahidni ölümge yana birini 25 yıllık qamoqqa hüküm qildi. Xitay Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xitay doiralarining Turpandagi atalmış O'tir xalq sud mahkamasi 12 sentabr payshanba kuni 3 nafar Uyghur mücahidni ölümge yana birini 25 yıllık qamoq jazosiga hüküm qilgan. Xabarning mazmuni qaraganda Turpandagi atalmış O'tir xalq sud mahkamasi Ahmed Niyaz Sidiq, Urayim Ali ve Abdullah Şerif Ali qatarlıq 3 nafar Uyghur oğlanını tajovuzchi Xitay doiralariga qarshi tashkilot qurish, ishg'olchi Xitoyga qarshi faoliyatlarga rahbarlik qilish, zulmga qarshi kurash qilish uchun qurol tayyorlash va Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun plan tuzishga o'xshash ulug' va sharafli ishlar bilan shug'ullangan va 26 iyun yuz bergan pichan voqeasini keltirib chiqarib, tajovuzchi Xitoy doiralarini qattiq aloqazada qilgan degan jinoyat bilan o'limga hukm qilgan. Akram Osmonga yuqoridagi terrorlik tashkilotiga qatnashish, qasddan qotillik qilish, o'zining haqiqiy Uyg'urlik vijdonini amaliy namoyon qilish, tajovuzchiga qattiq zarba berish degandek bir qancha jinoyatni ortib 25 yillik muddatli qamoq jazosiga hukm qilgan va 5 yillik siyosiy huquqidan mahrum qilgan. Tajovuzchi Xitoy doiralarining zulmiga va yo'lsizligiga qarshi chiqqan vijdonli Uyg'ur o'g'lonlari terrorchi zo'ravonlik harakati bilan shug'ullanuvchi deb e'lon qilinib, o'limga hukm qilinmoqda. Yerliklarga 3ni surishtirmaslik uqtirishi qilindi. Sharq Turkiston xalqining ingini changlashtirish orqali o'zining ishg'olchiligini qarshiliksiz davomlashtirishni maqsad qilgan Xitoy doiralari Sharq Turkistonda o'qituvchilik qilish uchun ichkaridan Xitoy o'qituvchilarini yo'tkamoqda. İctimai uçur aloqa vositasi Facebook'ta e'lon qilingan bir xabarga qaraganda, Xitoy doiralari mushu yaqinda Sharq Turkistonning janubidagi Guman noyasiga 200 nafar Xitoy o'qituvchini yo'tkigan va yerliklarga 3ni surishtirmaslik uqtirishi qilgan. Xitoy doiralarining yerliklarga chiqargan 3ni surishtirmaslik uqtirishi tuvandagidan iborat. Birinchi, ularning nadan kelganligini surishtirmaslik. Ya'ni o'qituvchilik qilish uchun ichkaridan Sharq Turkistonga yo'tkalgan Xitoylarning nadan kelganligini surishtirmaslik. Ikkinchi, ularning madaniyat saviyasini surishtirmaslik. Uchinchi, ularning ish haqqini surishtirmaslik. Ichkaridan jinoyatchi o'g'ir bulangchi Xitoylarni va boshqa ko'chman Xitoylarni Sharq Turkistonga turkumlab yo'tkab, Xitoy nopusini avutishga qattiq kuchayotgan va Uyg'ur ona tilining yo'qolishiga chora izlayotgan Xitoy doiralari navbatda nadan kelganligi va saviyasi ma'lum bo'lmagan Xitoylarni Uyg'urlarga o'qituvchilik qilish uchun Sharq Turkistonga o'rlashtirmoqda. Yana bir tarafdan Uyg'urlarning diniy e'tiqod va urf-odatlariga qattiq cheklimlarni qo'yayotgan Xitoy doiralari navbatda maktabdagi yog'liq ortgan ayol o'qituvchilarni yog'liqni elib etishga majburlab, yo yog'liq ortishga tur yoki yog'liqsiz o'qituvchilikqa tur siyosatini yurgizmoqda. İctimai uçur aloqa vositalaridagi xabarlarda ma'lum bo'lishicha, 2013-yil 17 sentabr seshanba kuni tushdan keyin Xotan Qaraqoshning Manglay yeziliq atalmış partikomining muavin boshlig'i Duan familiyalikning o'rlashtirishi bilan ayol o'qituvchilarga yig'in ochib, 18 sentabr chorshanba kundan boshlab barliq ayol o'qituvchilarning yog'liq ortishiga qat'iy bo'lmaydiganligini, agarda ko'rsatilgan kuni xizmatga yog'liq ortib kelgan ayol o'qituvchilarning birdek qattiq batirab qilinib, xizmatdan haydildiganligini uqtirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu maktabda 60 necha nafar ayol o'qituvchi bor bo'lib, ularning ko'p qismi yog'liq ortadigan va yog'liq ortmay chiqishga qarshi ekan. Xitoy doiralarining bu yil o'qish boshlanibla Uyg'ur maktablariga ichkaridan Xitoy o'qituvchilarini yo'tkishi va ular haqida yerliklarga 3ni surishtirmaslik uqtirishi e'lon qilganligi, orqadan yog'liq ortgan ayol o'qituvchilarning yog'liq ortishini cheklab, yog'liq ortishdan voz kechmasa maktabdan haydildiganligini uqtirish qilganligi Sharq Turkiston xalqining g'azab nafratini qo'zg'ash bilan birga xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'amoqda.
İstanbul'da stratejiya leksiyasi o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati stratejiya tadqiqot bo'limining o'rlashtirishi bilan 15-sentabr yakshanba kuni İstanbul Zeytinburnu'daki Dengiz Feneri Cemiyeti'nin yig'in zalida Xitoyning O'rta Osiyo siyosati va Xi Jinpingning O'rta Osiyo ziyorati degan temada leksiya yig'ini o'tkazildi. Yig'in kech soat 4 bilan boshlandi. Yig'inga jamiyatning muavin raisi Musajon Ar riyosatchilik qildi. Yig'inga İstanbulda yashayotgan Uyg'urlardan ayol bo'lib ko'p kishi qatnashdi. Yig'inda Anqara Universiteti Tarix fakulteti o'qituvchisi va strategiya mutaxassisi doktor dotsent Erkin Akram apandi Xitoyning O'rta Osiyo siyosati va Xi Jinpingning O'rta Osiyo ziyorati degan temada leksiya berdi. Yig'inda Xitoyning O'rta Osiyo engi, O'rta Osiyo siyosati va vositalari va manfaatlari, Xi Jinpingning bu qatimqi O'rta Osiyo ziyorati va elib borgan siyosatlari haqida to'xtalgan Erkin Akram apandi Xitoy raisi Xi Jinpingning G'arbni echish strategiyasi, Xitoyning O'rta Osiyo siyosatlarida duch kelayotgan masalalar va qiyinchiliklar haqida tafsiliy tushuncha berdi. Bu qatimqi yig'inning tafsiliy mazmunini Istiqlol to'rimizning munosabatlik bo'limidan ko'rib olasizlar. Sharq Turkistonning mo'yimi emasmi deb talash tartish agarda 1870larda boshlangan bo'lsa, bugun Xitoy O'rta Osiyo uchun bu talash tartish hozirgacha Saudiya Arabistonda Uyg'urlar tunishtirildi. Sharq Turkiston islom dunyosining ayrilmas bir parchasidir. Lekin to'liq afsuslanarli bo'lgani shuki, islom dunyosidagi, xususan arab davlatlaridagi ko'p kishilar Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi haqida ko'p bir narsa bilmaydi. Saudiya Arabistonda Uyg'urlar tunishtirildi. Sharq Turkiston islom dunyosining ayrilmas bir parchasidir. Lekin to'liq afsuslanarli bo'lgani shuki, islom dunyosidagi, xususan arab davlatlaridagi ko'p kishilar Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi haqida ko'p narsa bilmaydi. Bu bir tarafdan Xitoy doiralarining Sharq Turkiston haqidagi axborotni qattiq qamal qilganligidan bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafdan arab dunyosining shaxsiy manfaatlariga berilib, ishg'olga duchor bo'lgan Sharq Turkistondagi musulmon qarindoshlari bilan kori bo'lmasligi va Sharq Turkiston xalqining Xitoy zulmiga va ishg'oliga qarshi yetarli darajada harakatda bo'lmasligi sababli 35 milliondan ortiq nufusi bor Sharq Turkiston masalasi Kashmir va Falastin masalalariga o'xshash xalqaroda tunilmay kelgan edi. Oxirgi yillarda Xitoyning Sharq Turkistondagi qattiq besimi va chekidan oshgan yo'lsizliklari sababli Xitoy ishg'olchilariga qarshi kichik tipdagi qurolli harakat va qonliq to'qinishlarning yuz berishi bilan xalqaro matbuotlarda Sharq Turkiston masalasi pat-pat tilga ilinadigan holat borliqqa keldi. Shu qatorda arab davlatlaridami Uyg'urligini unutib qolmagan Sharq Turkistonliklarning o'zini to'nitishga ahamiyat berishi bilan islom dunyosining ayrilmas bir qismi bo'lgan Sharq Turkiston va Uyg'urlar tunishtirilishga boshlagan. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha 10-sentabr atiganda Saudiya Arabistonida turishliq vatanparvar ziyoli ustoz Sirajiddin Azizi o'rni Saudiya Arabiston poytaxti Riyozda bo'lgan Qur'oni Karim maxsus radiosining Allohning yordami bilan tangatqizlik degan sarlavhalik maxsus programmaga taklif qilingan va naq maydon suhbati olib borgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, ustoz Sirajiddin Azizi mazkur programmada radio anglovchilarga Sharq Turkistonning tarixi, jug'rafiyasi va hozirgi vaziyati haqida nihoyat tafsiliy tushuncha bergan bo'lib, radio anglovchilarning Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasiga qarata diqqatini qo'zg'agan. Ustoz Sirajiddin Azizi bu qatimqi radio programmasi haqida to'xtalib mundaq degan: 10-sentabr seshanba kuni Saudiya Arabiston poytaxti Riyod shahrida bo'ldik. Bu programma har kuni atigan kishilar ishga boradigan vaqtda beriladigan program bo'lib, har kuni biror davlatni yoki biror yangilikni tunishtiradigan. Buningda asosan Sharq Turkistonning tarixi, jug'rafiyasi, Uyg'urlarning hozirgi ahvoli qatorliqlarni tunishtirgan bo'ldim. Buningda bir qism muhim masalalarni o'ttirib qo'ygan bo'ldim. Bu radio programmasi bo'lgani bilan atigan hamma odam ishqi mingish jarayonida yoqtirib anglaydigan 1 milliondan ortiq tingishuvchisi bor programma ekan. Ko'p odam naq maydon anglatishidan anglabdi. Shu vaqtning o'zida menga ko'p kishilardan tabrik xatlari keldi. Demak, bu programma orqali Uyg'urlarni va Sharq Turkistonni Saudiya Arabistonning davlat radiosida arablarga tunishtirgan bo'ldik. Ustoz Sirajiddin Azizi yana Uyg'urlarning ahvolini va Sharq Turkiston masalasini arab va islom davlatlarida kishilarga keng tunishtirish bizning majburiyatimiz. Bundan keyin bunday fursatlarni qo'ldan bermaymiz. Bizdagi yetersizliklardan beri o'zimizning ona yurtimizning ahvolini islom dunyosiga keng tunishtira olmaslik bo'lib keldi. Bundan keyin bu ishmo amalga oshqusi degan. Janubiy Koreya Xitoyning oliy darajalik sayohat paroxodini ko'rega elib oldi.
Xitoy axbaratlarining bildirishicha, Janubiy Koreyadagi shirkat xodimlari o'zlarining 58 million dollarlik qarzini to'lamagan Xitoy shirkatini Janubiy Koreyaning Jeju mahkamasiga arz qildi. Axbaratlarining bildirishicha, Janubiy Koreyadagi shirkat xodimlari o'zlarining 58 million dollarlik qarzini to'lamagan Jiangsu Shigang Export Import shirkatining HNA sayohat shirkatini Janubiy Koreyaning Jeju orolidagi yerlik mahkamasiga arz qilib, Janubiy Koreya hukumatining Xitoy shirkatining Hanna ismli oliy darajalik sayohat paroxotini go'raga elishini talab qilgan. Buning bilan Janubiy Koreya hukumati juma kuni Xitoyning Hanna ismli sayohat paroxotini go'raga olib olgan. Bu ahvoldan keyin paroxotdagi Xitoylar intayin qiyin ahvolda qolgan. Bu paroxotda jami 1659 odam bo'lib, bular Xitoy hukumatiga qattiq norozi bo'lgan. Bu xabar Xitoylar orasida intayin kuchli g'ulg'ula qo'zg'agan. Ular go'raga elingan bir kun ichida yemak-ichmak yegandan boshqa hech qanday harakat qila olmagan. Xitoy shirkatining xodimlari ularga nima uchun go'raga elinganligiga doir hech qanday ma'lumot bermagan. Keyin Xitoyning munosabatlik o'rinlari bu yo'lovchilarga 2000 yuandan, ya'ni 330 dollarga yaqin to'lam to'lagan. Tianjin HNA shirkati u yo'lovchilarni elib kelish uchun 4 aeroplan avatgan bo'lib, go'raga elib olingan yo'lovchilardan 240 kishidan tarkib topgan tunji turkumi bir aeroplanda Beijingga qaytib kelgan. Davud o'g'li hech kim bizning chegaramizga bosib kelishga jur'at qilmasin dedi. Türkiye hava boşluğuna bösüp kirgan Suriye'nin tik uçar aeroplanining Türkiye hava armiyasi tarafidan etib tushirilishidin keyin Türkiye Tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu buningdan keyin hech kim bizning chegaramizga bosib kirishga jur'at qilmasin dedi. Davutoğlu davlatining har qanday chegara tajovuzchiligiga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidladi. Fransiya poytaxti Parijdan Saudiya Arabiston, Qatar, Angliya va Amerika Qo'shma Shtatlar qatorliq davlatlarning Tashqi ishlar ministrlari bilan 5 taraflik yig'in uyushtirgan Turkiya Tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu yig'indagi muxbirlarga o'zining Angliya va Fransiya tashqi ishlar ministrlari bilan suhbat o'tkazayotgan vaqtda Suriya tik uchar aeroplanining Turkiya havo armiyasi tarafidan etib tushirilganligi haqidagi xabarni topshirib olganligini va o'ziga kelgan bu ma'lumotlardan Parijdagi mas'ullarni xabardor qilganligini e'lon qildi. Suriya tik uchar aeroplani Turkiya ziminiga 5 mil masofada bosib kirgan va Turkiyaning barliq ogohlantirishlariga parvo qilmasdan Turkiya havo bo'shlig'iga qasddan tajovuz qilgan. Shuning bilan oxirida etib tushirib o'tilgan degan Davutoğlu o'zining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi, Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo davlatlar va xalqaro xavfsizlik kengashidagi davlatlar bilan ko'rishib, yuz bergan hodisa haqida tafsiliy ma'lumot beradiganligiga ishorat qildi. Bundan keyin hech kim Turkiya chegaralariga bosib kirishga petinmasin. Her ihtimalga qarshi barliq chora tadbirlar elingandir deb ta'kidlagan Davutoğlu o'zining Parijda ko'rishgan tashqi ishlar ministrlarining Turkiyaning chegara va bexatarligini qo'g'dash uchun elingan har qanday chora tadbirlarni to'liq qo'llaydiganligini bildirganligini uqtirdi. Yana bir tarafdan Turkiya Cumhuriyeti raisi Abdullah Gül bu vaqtda qilgan tunji so'zida chegarani bosib o'tganligi uchun qurol kuchi bilan raddiya qaytarilib, qilishga tegishli ish qilinganligini bildirdi. Bir durum söz konusu. Daha önceki olaylardan dolayı da güvenlik münazalarımız ve tehdit algılamamızdan dolayı angajman kurallarının devreye gireceğini bütün dünyaya duyuruldu. Neticede sınırı böyle bir ortam içinde sınırı geçti. Avrupa Parlamenti Müslüman qarindoshlar mahbuslarining qo'yib berilishini talab qildi. Dünya Xabar To'rining xabar qilishicha, Avrupa Parlamenti Misrning xalq saylimi bilan saylangan tunji Cumhuriyet raisi Muhammed Mursi'dan boshlab bütün siyosiy qo'lga elinganlarning qo'yib berilishi va Misrda davomlashayotgan jiddiy vaziyat ahvolining oxirlashi uchun chaqiriq qildi. Misrda avval sobiq Cumhuriyet raisi Muhammed Mursi, Erkinlik va Adolat partiyasining bosh raisi Said Al-Qatani, Müslüman qarindoshlar tashkilotining lideri Muhammad Badi, uning yordamchisi Xayrat Shotir va Muhammad Baltaji qatorliq nurg'unlagan Müslüman qarindoshlar tashkilotining a'zolari qo'lga olinib, turmaga tashlangan edi. Yevropa parlamenti millat vakillari Misrga munosabatli qarorda shiddat, terror va besimga darhol xotimi berilishi, harbiy nizomning oxirlashishi, og'dirilgan Cumhuriyet raisi Muhammed Mursi qatorliq bütün siyosiy tutilganlarning qo'yib berilishi, davolg'ayotgan siyosiy jarayon uchun
kerakli shartlarning hozirlanishi to'g'risida chaqiriq qildi. Rabiatul Adaviya va An-Nahsa maydonlarida Misr amonlik saqlash qismlarining g'ayri munosib kuch ishlatganligini qattiq ayiblagan Yevropa parlamenti Misr harbiy doiralarining musulmon qarindoshlar tashkilotiga qattiq kuch ishlatib, vaziyatni besiq turolmas holatga keltirib qo'yganligini bildirdi. Qandahardagi Taliban hujumida 15 nafar Amerika askari o'ldi. Mufakkiratul Islom to'rining xabar qilishicha, Taliban mujohidlari 14-sentabr shanba kuni atigan Afg'onistonning Qandahar aerodromiga yaqin bir yerda Afg'oniston amonlik saqlash qismi bilan NATO tashkilotiga oid bir cho'ng mashinaga hujum qilgan. Qandahar valisi Javid Faysalning so'zchisining Anatoliya axborot agentligiga deyishicha, Talibanning bu qitimqi hujumida 2 nafar kichik bolani o'z ichiga olgan 3 nafar yerlik hayotidan ayrilgan va 6 nafar kishi yaralangan. Ammo Afg'oniston amonlik saqlash qismlari bilan NATO tashkiloti askarlariga hech qanday aziyat yetmagan. Yana bir tarafdan Taliban bayonotchisi Mujohid Zabihullah bayonot e'lon qilib mundaq dedi: Taliban harakati bu qitimqi hujumga mas'uldir. Bu qitimqi hujumda 15 nafar Amerika askari o'ldirildi. Bildirilishicha, Afg'oniston amonlik saqlash qismlari va NATO birlashma armiyasi Talibanlar tarafidan o'zlariga qilingan hujum va uchirgan ziyonlarni amalning bericha yushirdi ekan yoki e'lon qilsa-mu talofatni yeniq qilib uqtirdi ekan. Bu qadimgi vaqadimi Afg'oniston hukumat taraf Taliban e'lon qilgan sonning dal aksicha hech qanday NATO askarining yaralanmaganligini e'lon qildi. Putinning bizninkidek sharoitlari yo'q. Amerika prezidenti Barack Obama Amerikaning ABC televiziyasida Rossiya bilan bo'lgan muzokaralar to'g'riliq so'z qilib, Putin bilan qilingan suhbat jarayonida Suriya masalasida nurg'un jihatlarda ko'z qarashlarining o'xshamaydiganligini aytib, Rossiya prezidenti Putinning bizninkidek sharoitlari yo'q dedi. Obama 9-ayning 11-kuni Putinning New York Times gazetida e'lon qilgan ximiyalik qurolni Suriya emas, o'qituvchilar ishlatdi deb yozgan maqolasi to'g'riliq bir muxbirning so'ragan savoliga dunyodagi hech qanday odam ximiyalik qurollarni Suriya emas, o'qituvchilar ishlatdi degan so'zga asla ishonmaydi deb javob berdi. Iranning qo'ldagi yadro qurollari Suriyaning ximiyalik qurollariga selishtirg'isiz darajada Amerika uchun bosh og'riqiga sabab bo'layotganligini aytib o'tdi. U yana Isroiliyaga tahdid elib keladigan Iran yadro qurollarining Amerika manfaatiga intayin og'ir ta'sir ko'rsatganligini, Iran bilan sulh qilishning intayin qiyin bo'lib, nurg'unlagan embargo yurgizganligini, Ruhaniyni ikki davlat o'rtasidagi munosabatni qisqa vaqt ichida asliga keltirdi deb qaramaydiganligini bildirdi. Hürmetli televizor görgüçler, şunun bilen bu qıtımlık haftalik istiqlal xabarları programımız muş yerde ahırlaştı. Kiler qıtımqı programımızı görüşkice sizlerini Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.